14 Pro bilan emas, balki mana shu 15 Pro'lar orasidagi farqni men sizga hozir tushuntirib beraman. Birinchi o'rinda keling, dizayndan boshlaymiz. Xo'sh, ikkalasini ham dizayni bir xil, ko'rinishi bir xil qilib ishlangan. Yon korpuslari, orqa korpuslari, joylashuvlari bir xil. Qo'lingizda hech qanaqa izi qolmaydi. Birinchi eng katta farqi bu ularning korpus himoyasida. 4G versiyamiz IP65 himoyasiga ega, 5G versiyamizda esa IP68 himoyasiga ega. Eng katta farq hozircha korpusda shu. Va yana bir e'tibor berish kerak bo'lgani bu ularning, ya'ni smartfonning qalinligida. 4G versiyamiz ingichkaroq, 5G versiyamiz esa ozgina qalinroq. Mana e'tibor beradigan bo'lsangiz. Dizayn borasida aytaman, ikkalasi ham bir xil ko'rinishi, lekin 5G'miz ozgina kattaroq, nimagaligini video davomida bilib olasiz, lekin 4G'mizning ustunli tarafi ozgina ingichkaligi hamda yengilligi bo'ldi.